10 noyabr uchun valyuta kurslari e'lon qilindi. O'zbekiston Markaziy banki 2025-yil 10 noyabr kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e'lon qildi. Unga ko'ra, dollar 37,35 so'mga qimmatlashib, 12.060,27 so'mni tashkil etdi. Yevro 73,16 so'mga qimmatlashib, 13.916,35 so'm bo'ldi. Funt sterling 69,36 so'mga qimmatlashib, 15.796,54 so'mga yetdi. Rossiya rubli 0,73 so'mga qimmatlashib, 148,87 so'm bo'ldi. Xitoy yuani 4,96 so'mga qimmatlashib, 1693,17 so'mni tashkil etdi. Yaponiya yenasi 0,36 so'mga qimmatlashib, 78,57 so'mga yetdi. Qozog'iston tengesi 0,09 so'mga qimmatlashib, 22,93 so'm bo'ldi.